15 minutdan keyin plan strategiya ishxonasiga bor. Qatnashmagan bo'lsangiz direktor. Mening lider bilan ko'rishmoqchi bo'lganimni ko'rmayapsiz. Ishingizga jussay chalishib qoldi. Qirqiz. Shunga men sizni bir taraf tuytan dedim-ku. Men unda qilmayman direktor. İşte bu iş tuytan degan ki boş tutsangiz tugmadimi? Nima to'g'ri gap bu? Men unda qilmayman. Men liderning ko'rsatmasini ish qilaman. Xotinni? Oy, kechiring. Chiqasiz. Kechiring direktor. Men aytadigan 7:30 bilan kelib qolmang. Oldiroq kelib, bu yerga qarashingiz. Bir oy ishchidilam. Monqalaringiz cho'g'ilib ketib qolasizmi? Xislat. Siz meni shunda bo'shchaqlab qolgan o'xshamamsiz, Po'lat direktor. Agar sizlar shunday qila olsangiz, men cho'qqim kechirim so'rayman. Hisob. Hisob. Ismim Xislat. Bundan keyin texim yaxshi ishlashga tirishaman. Xislatda qolib turish chorli. Xislat? Nasıl qanday ishlab oldingiz? Men u xotin bilan bir oy kishilari bulamdim, bo'lmamdim o'zimning ishi. Siz aralashmang. Xotirjam bo'ling. Direktor kelgan hamon men sizga xabar qilaman. Imen, Xislatga aytib qo'ying. Buni keynimga agishib, chivinda kijildab ishim pishirayotmisin. Bek bizar bo'ldim. Ha. So'mkalarni yig'ishtirib, hozirlam yo'qolsin. Men unda kotibning keragi yo'q. Bugun ishni shaxsiyatchilik qilganimni e'tirof qilma. Bu menda kechirim so'rag'iningizmi? Sizlar zaten nima ish suiqasd qila olasizlar? Suiqasd? Dadam meni hozir chaqirib, to'yini kechiktirilganligini aytdi. Xislat. Men bugundan tortib sizni ishdan rasmiy bo'shatdim. Ha? Men sizga necha qatim dedim? Xalqning shaxsiy turmushiga aralashmang deb deganmi demagan? Lekin kirishdim dedim. Silma. To'y qilib safarga chiqayotgan liderni chaqirtib kelibsiz, ha? Direktor, xato tushunib qolibsiz. Men lider bilan aloqalashmadim. Hamsi bu ishlarni u qanday bildi? Men nima bilay? Men bugunlam ko'chikdiman. Voy, men sizga dedim-ku, menda pul yo'q deb. Shirkatning taraqqiyoti uchun mehmonxonani boshlab beraveramsiz. Xislat. Siz meni ko'rib qoldingiz. Ha? Kral. Degan xizmatlardan bir to'platdim. Uning azroq vaqt bor. Men sizga bir gapni deb kirgan. Ha, gap bo'lsa, Ba'zi bir zaruriyatlar tufaylidan ikkimiz o'rtasida kelishim hosil qilmoqchiman. Zaruriyat? Albatta. Nima kelishimga u? Men sizning barliq ishlaringizdan xabardor bo'lib turishim kerak, direktor. Hamma ishlarimdanmi? Albatta. Xabardor bo'lgan ishning bir doirasi bo'lar. Shirkatning ish sirtida elib boradigan barliq xizmatlaringiz, doim ko'rishib turgan do'stlaringiz, ham kundalik ish faoliyatlaringizdan to'liq xabardor bo'lib turishim kerak. Voy. Maaş pul ekan-a? Bu siz mening ishlarimni jipti jinsigacha bilishingizdan nima hikmati bor? Albatta hikmati bor.
Uyuduk işlenim demde. Albatta. Lekin men siz uchun maxfiyatlik saqlashga kafolatlik qilaman. Ben yakında bir uy ko'chdim dema. Shunga zinnatlashkim bek chiqib ketdi. Hozircha shu yetib turaymikin deyapman. Asma, ko'chmaydigan bo'ldingizmi? Shu jiza tuturayib qarang. Lekin men uyning ishlashyimizning orasida maxfiy bo'lsin juma. Bo'ldi. Shunaq bo'lsin. Undaqda men xizmatlardan doklad beray. Tushdan burun tashviqot bo'limi e'lon bo'limida yig'in bor. Tushdan keyin xizmatchilar yig'ini bor. Undan keyin siz qo'l qo'yib tekshiradigan materialdan oldiz bor. Oldi bilan bozor o'ynaylik. Undan keyin kiyim olaylik. Undan keyin kino ko'rkilarni. Hujjatdan oldiz bor. Qani, ko'rib chiqing. Direktor, Po'lat. Po'lat. Direktor. İşte bo'lsin hamsa bu ishlar. Bo'ldi, tushundim. Bir ish bo'lmadi? Yo'q. Shoz qilaver. Çok çiziliş yapma. Apa, Ferizat qaytib keldi. Voy canım balam. Ay balam yaxşı mı balam? Acaba kögüm geldi. Seyğandım seni. Ay kila balam üstü götüre. Ne oldu cepatak mı kakası? Ay kila. Yaxşıdın apa? Ay yaxşı balam. Uzakçı. Özüm yaxşıdın apa. Halim bolsa. Oy bayılı takı. Beketki geldi oktava tatlığına. Birden de uyke popslar bu. Voy mamnun, maşını tay yaqib turib ekansan, odundan kelishimiz. Halim bolsa. Bola. Balıcı. Balani apam shu Ferizatni qiynab qolmasin deb uyda qapti. Apa qiynapamchu, yo'lda qiynab qolsiz, charchab qolmang bal qarayma deb ap qoldi. Boptu. O mu bu ne balam? Özün öydün ağırlıp tazı qiynalğansa, ha? Ancha emas apa. Men mush to'yni deb baldur yinib keldim. Şu toyunun gidini bir qimig'ini. Nemish bo'ldi apa? Hemen bir çay demlep çıkay, onun dikin sana aldırmayı dep bireyci mi? Men yordamchi apa. Onaslarni ikirdi. Men Direktor, hozirdan boshlab imzo qo'ygan narsalarning hammani tekshirmoqchi. ha? Siz hamma ishni menga doklad qiling dedingiz-ku. Shuni sizga deb qo'yay dedim. Bildim. Yaxshimisiz aka? Yaxshimisiz. Halol, yaxshimi? Aka o'ylaydiganman. Bir uy boti, mush atrofdagi uylarning bahosini bir so'rab boqay deb kelgandim. Qancha chiqyapti uy? Uy birinchi qavatda, mush yo'l tarafdagi uy. Yo'l yoqisi uy bo'lsa, o'rni yaxshi. Kala pul beradi. Hozir yo'l yoqisi uylar 9 milliondan bo'ladi. 9 milliondanmi? Uyingizni sotadiganman. Agar sotmoqchi bo'lsangiz, men sizga setish beray. Men nomeringizni yozib olgan odam bo'lsam, sizga telefon qilay, bo'lamdi? Ma'qul. Endi men uyni sotmoqchimi emasdim. Bir bahosini uqib boqay deb kelgan. Rahmat. Bolam, agar uy ijara olsam qanday hisobimda? Qanchalik cho'nliqdi uy? Bir 100 kvadrat metr bo'lsa bo'lar. Agar yillik qolsangiz 20 mingdan 25 ming atrofida. 25 ming yuan. Agar men uyni sotmoqchi bo'lib qolsam,
Sizni izday, bana bir yordam qiling, ha, bolam. Bo'ldi aka, chataq. Rahmat. Bu mening sim kartochkam. Rahmat. Menga yaxshi bo'ldi. Bo'ludamsa. Ma'qul aka. Cesur. Voy, nima? Debni qo'ymay kelibsiz g'o. Sizni tuyuqsiz xo'sh qo'yday debchi. Bo'lmabdimi? Cesur doktor, bemani ko'rishni o'rgatib qoldi. Sizlar tayyorlik qilishtiringlar, men hozirlab boray. Berna, bu bemorning ahvoli faqat yaxshi emas ekan. Men bormasam bo'lmaydi. Cesur. Yilqi ish. Opam ishlarni qanday oldi deb bek so'rab ketib qoldi. Berna, bizdek oldirab ketmaydi. Yana bir qancha kun vaqt beram bo'lamdi. Lekin opam oram qo'shilganda tezroq chiqsak bo'ladi. Ma'qul. Siz o'tirib tomoq yeng. Hozir Shimbatdan qaytib kirib Cesurning uydagilardan xabar bormi? Jimibli ketdi o'ta. Bizmi ularni uy olamiz deb avar bo'lmasin desak, ular nima o'ylayapti ki? Senmi to'g'ri tushan. Ular bolalar bilan birga turishni o'ylaydigandi. Ular xo'sh bo'lsa bo'ladi. Nima bizdek yaxshi qiynab bo'lsin. O'zing balisdak ko'rib o'qitimiz davasak. Endi kelgusida sizning izbotlaringiz qilamiz desak, uni daryoman. Ayrıcampning qutisi o'zgardi. Yengisi texmi qaltis. Ishchimlikning chempioni Ayricamp. Qalğaç markalı sopun paraşoki. Vətən erkin çıxırırsın. Voy nimaning? Kırnan. Qalğaç markalı sopun paraşoki. Men Dilkan Xalqaro so'lchaklik shirkati tajdorligini olgan Ot orzusi filmidagi Tilat direktor. Dilkan sizlarga nima tayyorlagandi? U zodi nimidi? U zodi nima tayyorlagandi? Diqqatingiz ekranda bo'lsin. Yaxshimisiz, direktor? Nima? Yaxshimisiz, direktor? Bir kun xizmatlarimni tugatib uxlay deb. Bildim. Shu xizmatlarimni sizga bir doklad berayday deb telefon qilishim. Soat 6lar bilan qo'pima. Undan keyin chiniq bo'lib yuyinib qashti qilmas. Shu 8lar bilan shirkatga berib siz bilan ko'rishmayman. Bo'ldi. Bildim. Ma'qul. Bo'ldi. Atkerchilayamsa? Bo'ldi. Ma'qul. Bo'ldi. Xo'sh.
Salonun günü kırkılatıp durğan sen yok mu nima? Kim bu? O'ylag'animdan yaxshi bo'pti-da bu ishlar. Olay. Başkası televizor. Acayip mi seyirdim ha? Yerim geçti mi? Bakma. Kaysar, ne bo'ldi? Achaman shirkatni qilishga qahvaxonda. Mushak bir chiqa. Bek muhim gap oti. Acha bek muhim gap dedim-ku. Chiqashdik. Bular. Acha endi chiqmasan o'zim kirmayman xonaga. Xo'sh. Nima? Hay. Vay. Uf, qo'yibdi-ku bu. Ne bo'lganda bularga? Nima hammasi meni izlab qolgandi? Nima? Jasur rost aytadimi? Ha. Og'zi borman demagan bilan, bormayman demdi u. Hey. Mushtiq minchaq odamma? Acha mushtiq deysan-ku. Bu kichikma. O'ylab baqa. Akam haq ishga yo'g'lab bo'lsa, oyingiz sat emasmi? U ya kichik bo'lmasa, u o'zining ishini o'zi yaxshi bitirib qila oladi. Uning ishini men. Bo'ldi o'zing ra'y qo'yinglar. Acha, undaq deganimda akamning mijozini bilsa, vaqtga joyliq tutib qolsa ko'zi gishsin ko'rinmaydi uni. Acha, shuni sen akam bilan ko'rishib, uning bir gap qo'y, ha? Ma'qul. Undan men chiqib ketdim. Ma'qul. Acha, chayning pulni o'zing to'la. Kechiring ada, saqlab qo'ydim-a? Voy, yo'q. Qani. Voy, rahmat. Voy. Men direktorim chaqiraymi? Voy, yo'q, hojati yo'q. Amaliyotni sizni izlab kelgandim. O'tiring. Ha, qanday qilib bu ishlarni ko'ngildagidek o'rinlashtirib oldingiz? Qaysi ishlarni? Voy, Fukam, men Po'latni deyman. Shuncha joyil, o'zamchil mijozlik odam bilan chiqishmoq haqiqatan ta'sir. Qanday amal ishlatganingizni menga deb bering, ha? Ada, men bu gapga tasa loyiq emas. Qarang, amaliyotda to'ydan keyin mendilla emas, Po'lat dadisini qechib yuriydi. Şunu mən nəhayət oңaysızlanıyatıma. Qandaq qılğanda onun bilan yaqinlaşama degan niyat bilan sizning fikringizni ağlı kelib edim. Şunu soruşum. Ha. Asf alayda ehvalmi yo'q. Men shu faqat kasbiy ishlarimga sodiq bo'ldim. Kasbiy ishlarimga sodiq bo'lding? Ha. Po'latning loyiqi bormi yo'qmi? Buni toza bilib ketmaydi ekanman. Voy, siz uning bilan bir oy ishlagan tursangiz, uning bor yo'qligini bilmamsiz. Men faqat kasbiy ishlarini bildiganman-da. Ha. Qarang. Undaqda Po'latning loyiqi bormi, yo'qmi? Bana bir yordamlashib, aniqlab bergan bo'lsangiz. Tushunmadim. Mening Po'lat bilan bo'lgan munosabatim yaxshi emas. Nimalar degan bilan o'gay opida. Shundaqdimi, uning loyiq bo'lib qolsa,
u qandaqroq qiz to'y qilishga tegishlikmi emasmi mening bilib qolganim yaxshi-da. Shundaqmi? Shundoq. Bo'ldi, tushundim. Menmi Polatni yaxshi olsun deyman-ku, hafqa. Qani, choy iching Adar. Ma'qul. Aka. Cesur balam. Ben muş neçə gündən beri muş ətrafdakı öylənin bahasını bir qor sürüştü qılıb baxdım. Yaxşı orundakı öylənin bahası həqiqətən bək qimmatga. Yandakı nəsi bilən o öylənin bahasıga mən çıxışammadım. Qet şuqraş qilib bir öy aldıq degan taqdirdimi to'yiga kelganda bir oz qiynalib qolgandekmiz. Şuna Parvar bilan maslahatlashdim. Biz muvafiq uydan birini tepib sirtda ijara o'tdasak, ma uyni qaytadan zinnatlab to'yinga tayyor qilsak. Dada, nenda olsa? Bu uyni akam bikalab berib biz sirtda uy ijarab o'ltiramdi. Shundaymi? Bunda qilsa qandoq bo'ldi dada? To'yni qilib oldilar, Jasur moyida biz bilan birga to'sin. To'y qilib bo'lgandan keyin, anandan keyin sirtda bir cho'ngroq uy olamdi, kichik uy olamdi, anandan keyin turmam dada. Voy buni xudolar unamaydi ekan. Bölüp to'ylaydigan uyda o'tdasa, qizimiz qiynalib qoldi, da'vatdi. Voy amma. Bu nima qoidasi ekan? Bu akam xotlab bermiz deb bu uyni bikalab. Biz qog'allarimiz ko'p biz ko'tarib sirtda uy ijarab o'ltiramizmi, sagardan bu? Shundaymi? Uning ustiga degancha men yiliga uy ijarish uchun 20 mingdan 30 ming qo'y pul ketadi dada. Bunda uy ijara elib jon to'shimdi. Amaliyotda bu unchalardek talash-tashqidek ish emas. Nada olsa ayol suyadi bo'ldi. Bu elmisaqda baqaydi-ku. Nemishqa bu qoida bizga o'zgarib qoldik. Dada, agar qudlar mush qoida ko'nsa, bu to'yni qilayli. Agar ko'nmasa, voy akam u qizni islomimizni qizib olgan jiqqo. Shundaymi? Amsi mundaq qilayli. Biz mo sirtdan uy ijara elib o'tirib yurmayli. Bu uyni mo qaytadan zinnatlab yurmayli. Bahasini chiqarib bu uyni setib cho'ngroq uydan birini olayli. Nima? Uyni setib dedingmi? Aka rost uyni sotamsan? Voy, akam deganda qilayli. Ashunda qilsak, kavobni ko'ymaydigan, zixmi ko'ymaydigan ish bo'ladi ekan. Aka, menda bu 20-30 ming qo'y yig'ib qo'ygan pul bor. Yetmagan yeriga urug'ni qoldirib qarz olayli. Qizlar, senami yig'ib qo'ygan pulim bor-ku bolam. Mendan pul nemish qilsin? Men tek dadamdan qarz oldim. Voy dada! Bu uy sotimiz deysizlar? Men hargiz qo'shilmayman. Menmi qo'shilmayman dada? Bu qarab turib o'sha uyni setitdimmi? Voy unda yenik qilmayli. Agar bu uy sotsanglar, men uyni chiqdiman. Yishimi qarmay bu uy sotimiz deysizlar. Dada, meni o'ylab qo'y, naqshdan balang'o. Nazirada akammi bor, ha? Qo'y. Bu akam xotalam dikayga aytgan dikay. Bo'ldi qilamsizlar-ya? Dadanglar shuncha gaplar aytsa, dadanglar mushundaq gap qilamsizlar?
Bo'ldi. Hayat kendi bergeymi Gözün tolgan bilen yaşa Gözün tolgan bilen yaşa Gelip kelgeymi ketkenler İşin urgan bilen taşta İşin urgan bilen Sağım şunda köyünü diken bu bala. Vakti toyunu kısan mı bu? Açığın yanmak he. Yakay asa. Hazır çakıp oturtunuz mu? Tam hakkında lan. Ben ölüp kessem mi sen bu öydün bir kadem ayrılmaysın. Vay canım bu ne dedi ha? Öyle bir anlaşmayı ne koymuşlar? Oturun ha. Bulmasa naştınızda kıpla. Of dada kuskum aşmı. Liman açtı mı sıkıntı? Vay dada. Limanda edepsizlik kılırsınız. Sıkıldım lan. Vay aca. Hayat başka, yaşaş başka. Nime demeydi her şey. Beraber çalacak. Pardon. Kabak yedin mi? İşten düştün mü? Kurdun mu degenden başka neymiş berelidin? Ben bu toyunu kıldım. Bu eğir jükle kandak sana yükleyeleyim bulam. Dayım akam qilgan bo'lsa, akamning to'g'ri. Qanday bo'lsa, nemisidan balang bu. Burada. Ayya. Oğlanı mı yığılamdı? Ha? Agar bu uy sotsanglar, men uyga chiqdiman. Dada, ko'kam bilan uy bilan bizga yuramsa? Dadanın aldı bir xalt pul tashlab bersanlar ama yana shu so'qmoq deb yashaydi. Jasur. Daha gözünüz açma. Apa! Gözüm doymaz, gönül kanmaz. Bana arman yürük dünya. Bana arman yürük dünya. Bana arman yürük dünya. Ömür damamı yetkeyimiz yükselen yaşaşka. Yükselen yaşaşka. Ömür damamı yetkeyimiz yükselen yaşaşka. İnaklık gevheri kaldı kızbamı asraşka. İnaklık gevheri kaldı şit kızbamı asraşka. Yarındaşlarımı asraşka. Minnettar bol körgen her bir günümdün. Rencişler dilimdin kapalmasın cay. Çilger gülnün tikini birge. Güzel bu yüzüde dağ bulsun o ay. Çilger
hech kimga e'tibor qilmagan hayot qanoat baxtdir baxt qanoat esingdan ketmasin shu oddiy savol qismatlar hammaga o'xshashla qiyin hech kimga e'tibor qilmagan hayot qanoat baxtdir baxt qanoat esingdan ketmasin shu oddiy savol esingdan ketmasin shu oddiy savol